Ular agar bu idish tugamaydi, ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin o'ynash tugamaydi. Idishlarni o'zing kirkirladi, o'zing supursidir. Endi o'tirdanib malaman deganingda hech bo'lmasa boringga qilib qo'yadi. Uy tozalik istaydi, bola ona meva istaydi, er ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi. Bu xotin nima istaydi deb sizga aytsam deganlar bu hol va asabingizda eng kulminatsion nuqtasi eringiz nima qilib charchagan, o'tirasan deganda bo'ladi. Shu paytda miyangizda nimadir portlaydi. Zamonga tasirish bo'gi bilan asosam deb xayol qilasiz. Onalarga hatto kasal bo'lish ham mumkin emas. Axir sizda qirqta joningiz bor-ku er test maqsad darrov nima yozishga tushadi. Datimiz bir bo'lsa chekkaki yurakchani qiynamasdan bosib tiginingizga tez samolyotchani tushirib qo'ying. Kommentlarda dardingizni to'ston qilib o'tirmang. Babibsan hech kim eshitmaydi. Ular 2 bolali bo'lsa onalik rejimiga o'tadi. 3-bolada zombi holatiga. 4ta bolali bo'lsa yashab yurishning o'zi mo'jiza. Bolali onalar kunda faqat bir marta hojatxonaga bemalol kira oladi. U ham eshikning orqasidan mahkam ushlab turgan holatda. Ko'p bolali onaga qachon oxirgi marta dam olgansiz desangiz, pasportini chiqarib bolasi tug'ilgan sanani ko'rsatadi. Ko'p bolali onalar bir dona tana, 8ta quloq, 9ta qo'l va o'zi tashlangan nerv tolalari bilan yashaydigan super organizm. Ko'p bolali ayolning bir haftada kamida 2 marta hammadan qochib ketaman degan rejasi bo'ladi. Ammo 10 daqiqada bo'pti, faqat 1 soat dam olsam bas rejimiga o'tadi. Bitta bola ayolga ona bo'lishni o'rgatadi. Bitta bola sabr qilish